Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala khayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Siz bilan bizni mana shu Ramazonga jonimiz olmasdan, o'ldirmasdan yetkizdi va mana shu yerda Alloh biz zikrni qilib jamlanishlikka tavfiq berdi. Alhamdulillah, allazi bi ni'amihi tatimmus solihat. Mana bir necha kundan beri taqvoga taalluqli bo'lgan mavzular haqida suhbatlashayotgan bo'lyapmiz. Birinchi suhbatimizda bu Qur'on faqat muttaqin kishilarga to'g'ri yo'l ko'rsatishligini gaplashdik. Kechagi suhbatimizda nima gaplashdik? Hech kim esida yo'qmi? Ya'ni qo'rquv haqida gaplashdik. Ya'ni qisqacha takrorlashib qoladigan bo'lsak, Alloh taolo hadis qudusida marhamat qildi, men bir bandaga ikkita qo'rquvni ham bermayman, ikkita xotirjamlikni ham bermayman. Ya'ni unda bitta qo'rquv bo'ladi, bitta xotirjamlik bo'ladi. Agar dunyoda mendan qo'rqib yashagan bo'lsa, oxiratda albatta mendan xotirjam bo'ladi. Aksincha, dunyoda bexavotir mendan qo'rqmasdan yashagan bo'lsa, albatta oxiratda unda xavotir bo'ladi deydi. Mo'min odamda bitta qo'rquv, bitta umid bo'lishligi kerak. Qo'rquv bu Parvardigorning azobidan qo'rquv bo'lsa, umid Parvardigorda kechirimli, g'ofurur rohim zot ekanligidan umidvorlik bo'ladi. Bugun ana shu qalb kasalliklaridan bo'lgan bir kasal haqida gaplashamizki, bu ham taqvoga bevosita bog'liq bo'ladi. Ana shu ikkita yonni ham ochib qo'ysanglar, ozgina havo kirar edi. Men isib ketyapti-da oldi. Bir odam bir joyi og'risa, yana tabibga boradi. Shundaymi? Og'rimaguncha bormaydi. Bu kasal bir necha yil burun boshlangan bo'ladi. To insonga alam bermagunicha, og'riqni sezdirmaguncha u kasalning borligini bilmaydi. Og'rigandan keyin tabibga boradi. Bugun mana shunday siz bilan bizni jasadimizni, qalbimizni og'ritmayotgan bir kasal haqida gaplashamizki, ehtimol shunday bir tushuncha bo'lib qolsa kerak sizlarda. Bunaqa kasal ham bormi hali bizda? Bunaqa kasal borligini bilmasangiz, uni tuzatishga kirishamiz. Bu shunday kasalki, juda ko'pchiligimiz bundan g'ofilmiz, beparvomiz. Va deyarli hammaning qalbida bunday kasal bor. Mana o'tgan suhbatda aytdik, Hanzala roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning suhbatlarida o'tirgan paytda bir boshqacha holatda bo'ldi. Oilasiga borib, xotini bilan ozgina dunyoda gapini gaplashgandan keyin qalbini o'zgarayotganligini sezyapti. Ya'ni qalbi ozor chekdida Rasulullohning oldiga shikoyat qilib bordi. Bugungi siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyimiz bu mana arab tilida al-ujub deyiladi. O'zbek tiliga o'giradigan bo'lsak, bu kervozlik degani. Kervozlik nima? Kervozlik ana shu kibrda bir kichkinaroq. Ro'parasida turgan odamdan inson albatta o'zini ustun deb biladi. Bir odam chiroyliroq mashina minib kelsa, "Seni mashinang chiroyli bo'lsa, zato meni kuchim ko'proq." Ro'parasidagi odamda puli ko'proq bo'lsa, zato men o'g'richani yaxshiroq gapiraman. Albatta sizning ichingizda unda yo'q bo'lgan bir sifat borki, shu sifat bilan o'zingizni nima deb bilasiz? Balad deb bilasiz. Zato biz namoz o'qimaganimiz bilan matimiz toza deymiz. Har bir odam o'zini ro'parasidagi odamdan qaysidir bir sohada nima deb biladi? Meni diplomim bor desdan kamada. Bu mana shu kervozlik yoki ujub deyiladigan bo'lsa, bu kasalni mana ko'rib chiqamiz. Bu kasal haqida salaf solihlar nima deyishgan? Bu kasalni dorisi qanday bo'ladi? Mana shular haqida gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. Kunlarning birida mana o'sha bir avvalgi zamonlarda bir kishi shunday bir Allohga yetishib qolgan valilardan ekanki, rivoyatlarda keladi, ustida doim bulut yurar ekan, uni salqin qilib ustida. Ya'ni Alloh taolaga yetishib qolganligidan oftobni to'sib turadigan bulut doim boshida yurar ekan. Kunlarning birida shu odam ko'chada ustida buluti bilan ketayotsa, boshqa bir odam o'tirib, bir nariga odam sal bir nomi chiqqanroq, bir avtoritetliroq odam ekanda ko'rib havas qildi. Ustida buluti bor ekan. Xudoga yetishib qolgan odam ekan. Keyin shu yaxshi odamning orqasidan ozgina yuray, menga ham shuni yaxshiligidan yuqsa ajalmas debdi-da, orqasidan ergashibdi. Ustida buluti bor bo'lgan kishi
Qarasa orqasida shaharda o'ziga ko'ringan, hurmatli bo'lgan odam yetishib kelyapti. Ha, debdi. Xudo bir zuvolama katta uzib qo'yganda mana shular orqamdan nima qilyapti? Yetishib kelyapti, o'ziga ozgina baho berib qo'yibdi. Ketayotgan odam bulut egasi o'ngga burilibdi, bulut egasi orqasiga ergashgan chopga o'tibdi, bulut orqadagi odamdan yetishib ketib qolibdi. Ya'ni shu kungacha oldidagi odam o'ziga baho bermasdan o'zini kamtar olib tutib yurgan paytda bulut yurdi ustida, o'ziga bir marta baho berib qo'yganda, mana shu rivoyatda kelishicha bulut orqadagi odam bilan ketib qoldi. Va natijada kimimizda shu sifat yo'q. Albatta, ro'paramizda turgan odamdan o'zimizni qaysidir bir sohada nima deymiz? 100 ta sifatdan 99 tasi bor unda. Lekin sizdagi bittasi yo'q. O'sha bitta sifatdan o'zingizni nima deb bilasiz? Ustun deb bilasiz. Bu sifati bor odam, o'zini boshqalardan ustun deb biladigan odamda taqvo degan sifati bo'lishiga nihoyatda qiyin bo'ladi. Ulamolardan so'rashganki, qaysi bir kishi taqvoli bo'la oladi, muttaqinlardan bo'la oladi desa, aytarkanki ular ro'parasida turgan odamni shu odam Allohning huzurida mendan ko'ra azroq bo'lsa kerak deb o'zini kamtarroq tutgan odam taqvoli emas. Shu odam taqvoli bo'lishlikka yaraydi. Ikkita qo'li bo'lsa edi boksyor degani emas. Ya'ni boks o'ynasa shu ikkita qo'li bor odam o'yna oladi degan. Yaraydi shu degani. Ro'parasida turgan odamdan o'zini kamtarroq olishlik sifatiga ega bo'lgan odamda taqvoli bo'lishlikka imkoniyati bor bo'ladi. Mutarraf ibn Abdulloh aytadi, kechasi bilan ibodat qilib, qiyomul laylda turib uxlamasdan, kunduzi men kechqurun qiyomul laylda turdim deb o'zimga katta baho berib yurganimdan ko'ra, uxlab qolib, ertaman turib pushaymon yeb yurganim yaxshi deydi. Biz 6 kunda xatmini tugatdik. Endi masjidga tarovaga chiqmasangiz ham bo'laveradi. Undan ko'ra chiqmang edi o'sha tarovaga. O'sha xatmida turmang edi. Agar mana shu turganligingizni pesh qilib, mana shu turgan sifatingiz bilan o'zingizni boshqalardan ko'ra, ya'ni 3 kunda tugatadigan mashqlarimiz bor mana. Haqiqatan unda turishlikka quvvat kerak, bu jasadda ham, qalbda ham quvvat kerak. Turdida, endi nima qilib qo'yapti? Mana biz deyapti, 3 kunda xatm qildi, chidab turib berdi deyapti. Abdulloh ibn Mutarraf aytayaptiki, kechqurun qiyomlarga turaman deb uxlab qolibman deydi. Ertaman turib estikina tura olmabman deganim yaxshi deydi. Kechasi bilan namoz o'qib qo'yib, o'zimdan xotirjam bo'lib yurgandan ko'ra deydi. E'tibor beringlar, juda og'ir gap bu. Bomdodda masjidda o'qib qo'ydingizda, ley yurasiz. Birovga aytmaysiz, lekin o'zingizdan ozgina o'qasiz, xotirjam, davolmay bo'lib qolasiz. Hali Alloh biladi, birodar, u bomdodingizni Alloh qabul qildimi yoki shunda kasal bor ekan biz ichimizda. Kim aytadi menda yo'q shu sifat? Qarish to'p qolmaydimi unda? Oysha roziyallohu anhodan so'rashdi: "Ya ummul mu'minin, mata a'lamu anni muhsin?" Men muhsin, yaxshi inson ekanligimni qayoqdan bilaman? Deganda Oysha onamiz aytdiki, o'zingni yomon odamligingni bilsanglar yaxshi odam bo'laverasan. O'zingni kamchiliklaringni borligini, o'zingni ayblaringni borligini ko'rayotgan bo'lsang, demak sen endi men qachon aksi yomon odam bo'laman desa, o'zingni hasanotlaringni, yaxshiliklaringni ko'rishni boshladingmi? Siz yaxshi bo'lib qoldingiz, misol o'tganligidan ko'ra bu mana bu qoldi, ana bu qoldi, ishingizni tashladingiz. Faqat nimalaringiz ko'rinyapti? O'zingni hasanotlaringni ko'rishni boshlagan kuni yomon odamsan. Ko'p ilmni keragi yo'q. O'zingizni aybingizni, nuqsoningizni ko'ryapsizmi? Demak, yaxshi odamsiz. Ayblaringiz emas, fazilatlaringizni ko'rishni boshladingizmi? Demak, yomon odamsiz. Bu shunaqa kasalki, tashqariga bilinmaydi. Shundaymi? U odamning ichkarida bo'ladigan kasal. Misol bir odam deylik ko'p gapirayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasa qandaydir kiyimini tozaligiga e'tibor bermayotgan bo'lsa, yoki g'iybat qilayotgan bo'lsa, tashqariga ko'rinadi-da, tashqarida birodarlar nima qiladi? Deydi, ko'p gapirma deydi, kiyimini tozaroq tut deydi, o'zingni usha deydi. Tashqarida bu ayb ko'rinadigan bo'lganda birodarlarimiz bo'lardi atrofimizda, bizga nasihat qilib bu aybimizni nima qilardi? Yo'q bo'lishiga yordam berardi. Endi musibat nimada? Musibat bu kasalni hech kim bilmaydi. U qayerda bo'lar ekan?
Bilmayapsizmi Abdulloh ibn Mutarrif nima deyapti? Uxlab qolib pushayni olganim yaxshi deb kunduzi davomli yurgandan ko'ra deydi. Ana shunday zikr qilinadi. Banu Isroildan bo'lgan bir yigit tarki dunyo qilib toqqa chiqib ketibdi. Tarki dunyo qilibdi, mana shu ma'siyatga, gunohga botgan dunyoda turmay shu bir qiynalsam ham ibodatda, taqvoda yashab toqqa chiqib ketganda, ana shu qavmning oqsoqollari bu yigitni qaytaraylik bu yo'lidan, bu qilgan ishi yaxshi emas deb 3 ta oqsoqol chiqdi. Chiqib har yigitni tog'dan topishdi, ana shu darvishona hayot kechiryapti. Bolam, sen bu yo'ldan qaytgin. Bu yo'l qiyin. Biz sinab ko'rganmiz. Chidashning iloji yo'q. Sabring yetmaydi. Deganda hali bola shunday javob berar ekanki, qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida turishlik bundan ko'ra og'irroq deydi. Haqiqatda qiyomatda dahshati bilan dunyoda mashaqqatni solishtiradigan bo'lsa, hech narsa emas dunyodagi. Juda bir chiroyli javob berdi. Haligi birinchi gapni gapirgan oqsoqol hozir shunday yumilib qoldi. Siz dunyoda qiyin bo'lishidan qo'rqyapsiz menga. Men oxiratdagidan qo'rqyapman. Dunyodagisiga chidayman, qiyomatdagisiga oson bo'lishiga uchun dedi. Indamay qoldi. Ikkinchi oqsoqol aytdi: "Bolam, sen qarindosh urug'laringni tashab chiqib ketib, bu yerda yashaganingdan ko'ra, ularning ichida yashab, ularni rozi qilib yashaganing yaxshi emasmi?" desa, hali bola aytadiki, "Ey amaki," deydi, "agar men Allohni rozi qilib olsam, bandalarni ham mendan nima qilib qo'yadi? O'zi bandadan rozi bo'ladimi?" Bu insonlarda irdo'un nas g'oyatun la tudrak. Hech qachon insonni inson rozi qilishi mumkin emas. Bu xayol bu, yetib bo'lmaydigan orzu bu. Bola otasidan minodor bo'lmaydi-yu, biror odam minodor bo'lsinmi? O'shuning uchun odamlarni rozi qilaman deyotgan odam bu sarobni qo'valab yurgan, mirajni qo'valab yurgan odam bo'ladi. Allohni rozi qilaversin, hadislarda keladi. O'zi bilan Allohning o'rtasidagi pardani bir inson ko'tarsa, ya'ni aloqasini to'g'rilasa Alloh bilan o'zini. Alloh bu insonni boshqa odamlar bilan o'rtasidagi pardani, aloqasini nima qilib qo'yadi? To'g'rilab qo'yadi. Siz odamlarga yaxshilik qilgan paytingizda Allohni o'ylab qilgan bo'lsangiz, ulardan sizga yaxshilik qaytmaganda xafa olmaysiz ulardan. Odam emas ekansan. Shuncha yaxshilik ko'rding, menga kerak bo'lganda yordamingni ayading. Demak, siz yordamni nima qilgan edingiz? Shuncha qildim, bilmadi. Bilmaydi-da. Chunki odam bolasi odamdan rozi bo'lmaydi. Agar Alloh uchun qilgan bo'lganingizda la nuridu minkum jazaa va la shukura. Biz sizlarni Allohning roziligi uchun taomlantiramiz, sizlardan mukofotni yoki rahmat minnatdorchilikni kutmaymiz deydi. Allohni rozi qilib, qolgan odamlarni ham Alloh mendan nima qilib qo'yadi? Rozi qilib qo'yadi. Ikkinchi oqsoqol ham chiroyli javob bo'ldi. Qaytarish olmayapti bu fikridan. Uchinchi oqsoqol aytdiki, "Bolam," dedi. "Mayli," dedi, "dunyodagi shu mashaqqatga chidarsan," dedi. "Mayli odamlarni ham Alloh sendan rozi qilar, lekin bitta kasal bor qalbingda," dedi. "Mana mendan burungilar qila olmagan ishni qilib qo'yibman. Demak, men boshqalardan ko'ra bari zo'r ekanman degan qalbingda ujub, kervozlik degan kasal urg'otib qoladi," dedi. Nima deb javob berdingizlar bu odam? 3 ta oqsoqolga. Uchinchisiga ham javob berib jo'natib yuboradi. Nima deb javob berdik? Biz qilolmadik deb aytishdi-da, biz ham qilib ko'rganmiz, bu iloji yo'q, qiyin narsa desa qilib qo'ydi. Chidab beryapti. O'shanaqa qilib qo'yganingdan keyin matnda xotirjam, mana hech kim, mana deylik, bir odam bir domlaga kelgan ekan. Kelib zakot pulini bermaslik yo'lini qidirgan ekan. Juda katta miqdordagi pul bo'lgan, u 3 marta, 4 marta kelganda ham oxiri bo'lmaganda, estikina paloncha ming dollar deb chiqib ketgan ekan. Buni eshitasizda, odamlar berishi qiyin ekan zakot ko'payib ketgandan keyin. Mana men undan ko'proq pulni ham berib oldim. Demak, men zo'r odam ekanman degan narsa o'zingizga o'zi shayton nima qiladi? Kuydab turadi shu narsani qalbimizga. Mana bu yigitga aytdiki, hech kim qila olmagan ishni qildim deb o'zingdan o'zing xotirjam bo'lib qolasan deganda yigit javob beradi. Amaki deydi. Diqqat qilinglar. Agar inson o'zini kimligini va Robbisi kimligini tanisa, hech qachon ujubga, kervozlikka berilmaydi deydi. Inson qachon o'zidan ketib qolar ekan? O'zini kimligini, Robbisi kimligini esdan chiqarib qo'ygandan keyin. Falyanzuril insanu mimma xuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tarayib.
Inson nimadan yaralganiga qaramaydimi dedi Alloh taolo. Axir u ko'krak qafasidan, umurtqa pog'onalaridan otilib chiqqan suvni yaratmadingmi deydi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi robbikal karim allazi xalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ey inson, seni karim bo'lgan Parvardigoringga itoat etishingdan nima to'siyapti? Ulamolardan biri aytadi: "Ey inson, nimaga kerilasan? Axir sen CD yo'lidan bir marta u yoqqa, CD yo'lidan bir marta bu yoqqa chiqqan bir maxluq bo'lsang." Inson o'zini kimligini esdan chiqarib qo'yganda inekin o'ziga o'zi baho berishni boshlar ekan, davomli bo'lib qolar ekan o'zidan. Boshqa olim aytadi: "Ey odam bolasi, nimanga kerilasan? Asling najosat, materialing. Qorning to'ldir najosat. Ertaga qabrga qo'yilganda to'ldir najosat bo'lasan. Nimanga kerilasan?" deydi. Najosatda nutfa iflosroqmi yoki CD'da tomchisimi? Yetib bordimi? Agar CD'dan bir tomchi kiyimingizga tegsa, yuvorib o'qib ketaverasiz namozingizni. Lekin bir tomchi nutfa tegsa nima qilish kerak? G'usl qilish kerak. Bu yigit aytayaptiki, inson o'zini kimligini esdan chiqarmasa, hech qachon o'ziga nima qilmaydi? Baho bermaydi. Mana endi mana shunaqa kasal bor ekan. 15 minut bo'ldimi? Mana shunday kasal bor ekan. Endi uni dorisi nima? Bu qalbning kasalligi, bu ko'rinmaydi birodarlar. Musibat shunda. Ko'ringanda aytadi bir-birimizga, "Ey sen ko'p gapiryapsan, ey kiyimingni toza tut, ey ko'p boshqa qilmadim." Bu ichimizda buni o'zimiz tuzatishimiz kerak. Alloh tavfiq bersin. Bir kishi aytadi, inson o'zidagi ujubni, o'zidagi chervozlikni o'ziga baho berishini tuzatmoqchi bo'lsa, 4 ta narsaga e'tibor bersin deydi. Mana diqqat qilasizlar. An yara at-tawfiq min Alloh ta'ala fa idza ra'a at-tawfiq min Alloh ta'ala fa innahu yashtaghilu bi-shukr va la yajibu bi nafsihi. An yazura an-na'ma allati an'ama Allohu biha alayhi fa idza nazara fi na'maihi ishtaghala bi-shukri alayha va istaqalla amaluhu va la yajibu. Mana sizda bir sifat bor. Pulingiz bor qo'lingizda. Shu pul bilan kerilyapsiz. Siz qarang, bu pul kimniki o'zi? Birinchi e'tibor bering, sizdagi bor narsa, sizni keltirayotgan, sizni gupirtirib yorayotgan narsa kimniki o'zi bu? O'zimiznikimi? Bu pulni kim berdi? Alloh berdimi? Qanday qilib Allohning narsasiga siz kerilasiz? Tasavvur qiling, birovning men olgan mashinasiga siz kerilmaysiz u. Xuddi birovning yegan ovqatiga sizni qoningiz to'ymagandek. To'g'rimi? Birov chiroyli qilib Qur'on o'qib bersa, siz kerilmaysiz, u siz o'qimadingiz uni, u qori o'qidi uni. Sizni pulingiz boshqalardan gupirtirayotgan bo'lsa, mashinangiz chiroyliligi boshqalardan ishlayotgan bo'lsa, qarang, bu mashina kimniki o'zi aslida? Allohnikimi? Agar bu ne'mat Allohligini eslasangiz, sizga vaqtincha berilganligini eslasangiz, shunga shukr keltirish kerak deysizda, kerilmaysiz. Sizniki emas-da u. Yo siznikimi? Ikkinchisi, shu pulingizni xayriyatga sarf qildingiz. Yoki shu mashinangiz bilan odamlarning xizmatini qildingiz. Hech kim qilmadi, mana tikosi bolalar tashab qo'ymadi oshnam adirga. Men Mercedes bo'lsa ham, benzinni ko'p ichsam nima qildim? Tashab qo'ysa bo'ladimi tikosi bolalar? Benzin rasxod ozir, lekin men Mercedesim bo'lsa nima qildim? Tashab qo'ydim. Tushib kelyapti, o'zimga o'zim baho berib kelaman. Mana hech kim qilmagan ishni nima qildim? Men qilib qo'ydim. Shunda ikkinchi dorishga tushsin. Shu ishni qilishlikni Alloh sizga berdi tavfiqini. Agar siz qilmaganingizda boshqasi tashab qo'yardi ekan, lekin shu savobni olishlikni imkoniyatini kimga berdi? Sizga berdimi? Bugun Mercedesda chiqib ketish bor edi ekan, mashina jo'raysiz. Siz olib chiqmasangiz, nariga Mercedes bor nima qilardi? Uni siz olib chiqib tashamadingiz. Alloh sizga izn beruvdinglar bo'ldi. Nimaga kerilasiz? Uchinchi dorisi. Xo'p, tashab tushdingiz. Allohdan ham dedingiz. Allohning mashinasi ham dedingiz. Alloh tavfiq ham berdi dedingiz. Bir ikkisi bo'ldi. Uchinchisi turibdi. Hali qabul qiladimi buni Alloh? Hajga borib keldik. Qur'on o'qiyapmiz, taravih o'qiyapmiz, mana akalar roza tutyapmiz. Hali savol bu. Va amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Biz xursandligimiz bir mahal bo'ladi akalar. Kitobimizni o'ng qo'limizda olganimizdan keyin xursand bo'lishga haqqimiz bor. Ungacha xursand bo'lishga hech qanaqa sabab povut yo'q.
Chunki aytayapmiz mana, Banu Isroildan bittasi 70 yil ibodat qildi, aka-uka omonat bo'lgan singlisini berdi, uni zino qilib o'ldirib qo'ydi. Zo'r ibodatxon bo'lgan rohib shayton keldi-da, menga iymon keltirsang, seni qutqarib qolaman dedi. Senga iymon keltirdim dedi. Qola inni bariyun minka inni axafulloh robbil alamin. Rasa olib turib o'limga. Shu yerda kofir qilsa shayton, men sendan pokman, men ham Allohdan qo'rqaman. Shunday surib qo'ydi. 70 yil qilgan ibodat qayerga ketdi? O'shuning uchun bu o'qiyotgan namozimiz, bu qilayotgan taqvoimiz hali xavotir akalar. Qabul bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Nechta bo'ldi dorisi? Nechta oldi? 3 ta bo'ldi. Uyqusiramanglar. Va 4-inchisi mana yana bitta savol. Mashina Allohdek ekan. Bu mashinani yaxshilikka yo'l beradigan tavfiq nima ekan? Allohdek ekan. Qabul qilish Allohning qo'lida ekan. Bizda nima bor unda? Lishni bizniki. Bormi biror narsa? Biror narsamiz bormi? Shaxsan o'zimizniki? Ko'zni Alloh bergan, pulni Alloh bergan, ixtiyorni ham Alloh bergan. Bormi boshqa nima bizniki shaxsan bizga? Masalan, mana Alloh bergan. Mana ham Alloh bergan. Qalbni ham Alloh bergan. Aqlni ham Alloh bergan. Harakatni ham Alloh bermasa bo'lmaydi. Bitta ish bor, shaxsan bizniki. Bu gunohimiz. Gunohni Alloh bermaydi, biz o'zimiz qilamiz uni. Xo'p, bizdagi hamma yo'q Allohniki ekan. Bizdagi narsa bilan kerilish mumkin emas ekan. Nimamiz bizniki ekan? Keringlar, shu gunohimiz bilan keringlar agar kerilish bo'lsa. Inson ana shu kerilishlik degan kasal yo'q bo'lishligi uchun qarasin-da, o'zini qilgan gunohidan boshqa hamma narsani Alloh bergan. Ixtiyorni ham, aqlni ham, savobni ham, boshqani ham. Bo'pti, men manaqa yomon odamman, men manaqa bir xunuk fe'llarim, manaqa rasvo sifatlarim bor deb uni yashiramiz-a? O'zimizning narsamizni yashiramiz-u, Alloh bergan narsani o'zimiz nima qilamiz? Yuqoriga ko'taramiz. Demak, birodarlar, agar qalbimizda mana shunday bir kervozlik, boshqalarni o'zimizni ustun tutishlik, boshqalardan baland tutishlik sifat paydo bo'layotgan bo'lsa, esimizdan chiqmasin. Birinchi dorisi, bizni keriltirayotgan bu pulimiz, bu ilmimiz, bu mashinamiz Allohniki. Bu birodar narsasiga kerilib bo'lmaydi. Ikkinchisi, agar shu qo'limizdagi narsani yaxshilikka sarflab turib, kerilayotgan bo'lsak, Alloh yo'l beruvdi, nima qilyapmiz buni yaxshilikka? Uchinchisi, bu qilgan yaxshiligimizni Alloh hali qabul qildimi, qilmadimi? Bu savol bu. To'rtinchisi, gunoh bizniki. Agar kerilish mumkin bo'lsa, kelinglar shu gunohimiz bilan kerilamiz. Amma Suluh rahimahulloh qol, kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh va kafa bil mar'i jahlan an yujibi amalihi. Bir odamni Allohni tanitadigan bir ilmi bo'ldimi? Shu eng katta ilm shu. Allohni tanitdimi? Yetadi shu ilm deydi. Endi bir odam o'ziga baho